Assalomu alaykum akalar ukalar. Bugun kunimizga 27-aprel sanasida biz Xonani viloyati Rishton tumanidamiz. Kimga jentrani yaxshisi kerak bo'lsa, faqat naqd pulga sotaman deyapti. Qiynalib qolgan akalar uchun yoki ish qo'z bo'lgan akalar uchun biror oy nasiyaga qilib beraman deyapti, mayli deyapti. Mashinamiz yillari 2019-yil ishlab chiqarilgan. 2019 bitta pitnos bor. 58 ming yurgan ataga. Bilasizlar, kam yurgan mashinada 100 ming qilish uchun kamida bu mashinada 1 yil yurish kerak. Shunga bo'lganmi? Nima namoratlari bor? Registrator, pult. Video registrator bor. Nima ham qo'yilgan ekan, ha? Net faralari. Balollari yaxshi. Balonlardan muammosi yo'q ekan mana o'rtoqlar. Balollari yaxshi turibdi. Buni shunga bo'lgan, zavodskiy gazda ekan. Oldin bitta ko'tarib o'raychi. Mashinamizda polik, korek, chexollari, barlari, magnitofonlar bilan ishlayapti. Video registratorlari bor. 58 ming yurgan mashina. Kimga kam yurgan mashina kerak bo'lsa, puli ham endi o'shanga yarasha bo'ladi. O'zlarining kelishaversa, bizdan faqat xizmat xolos. Mana mashinada обязательно ABS konditsionerlari bor. Muammo yo'q mashinada, hech qanaqa kamchilik yo'q. Pakaleniya ekan gazlari ham mana. Zavodskoy ekan aka gaz ham. Aka generalini 1 yilga beraman deyapsiz. 1 yilga berasiz. Xolos o'tkazib olsin. 1 oy bo'lsa, ajdani qilib beraverasiz. 5000 pul bor ekan, 1 oylarga turib yuraverasiz. Yap yo'q. Boshqa joyda pitnos yo'q, bitta joyda xolosmi pitnosi? Mana ko'ringlar mashina holatlarini. Orqasini ham ochib oling-da. Mana mashina holatlari. Bu yerda nimalari ham bor ekan-da. Orqalari ham ponni shunga bo'lgan ekan mashina. Dankrat kulich, zapaskalari xullas hamma yo'g'i bor. Banan faralar ham qo'yilgan. Narxini necha pul qilib berasizlar aka buni? 8700 deyapmiz hozir. Ha, 8700 dollardan tushib berasiz. Narxini haqiqatan yurgani kam ekan. Obunachilarga zo'r narx qilib berasiz xohlasa. Aloqaga chiqaringlar o'rtoqlar. Faqat naqd pulga sotilgan. Biror oyga iltimos qildim. Sen bo'pti deydi. Pastda nomerda qoldiraman. Aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni o'zlaridan olasizlar o'rtoqlar. Hammalarga omad tilaymiz. Xizmatlar bo'lsa aytaveringlar o'rtoqlar.